Mana keldi-ku. Assalomu alaykum. Aka nima ish bor? Men boraman. Sanki? Aka. Menga yaxshi bitta usta kerak. Gaplashmayman, shoshmadi. Bor aka, yaxshi usta. Chaqirmamsa o'sha kun qo'shib ham ketibsizlar qilmasdan. Bo'ldi, hozir zo'r usta chaqirib kelaman. Mana aka olib keldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, qo'yi? Ha, To'xta, borish kerak ishga. aka nima ish qilish kerak? O'sha ishni davomini terish kerak usta bu. Ishlari yomon ko'p bo'lmaydi. Bu narxlarga hech kim bormaydi. Mana bular ham bormaydi baribir aka. Boshqa usta toping, biz bormaymiz. Ha, o'zingiz bilasiz usta bu. Mayli. Yana shaq keldingmi? Yomon qiyin-da, yomon ko'p-da. Ayt, uyda egasiga choy poy qo'ysin. Ha, Ro'za aka biza. Ha, sen Ro'za o'g'lisimi? Ha. Menga choy qo'yishinglar. Buni ayt. Qachongacha qirg'iladi ko'zi mana shuni o'tkir bo'ladi. Mana bizatga ham bu. Shogird nima qilibsan ekan, ha? Usta bu? Ha. Qanday aytdim? Sizdan ham zo'r terdim-da, tekis qilib. Uflasaganda sen shuni mana shu devorga tersading, ancha joy bitaydi o'g'lim. Yerga terib olib, keyin devorga tikkalayman-da usta bu. Qarada, suvni endi ko'p qo'yibsan-da, azamat. O'rgatgandan bokchi o'zimni ishlama qolmadi. Usta bu, bosh kiyimni yechib qiching. Nima sen ko'tin qishsa, ishtoningni yechib qishiysanmi? Qo'y suvni. Yana ko'p qo'yibsan-da, yana ko'p qo'yibsan-da. Yerda qara, beraja terishda ahvoli shu-da. Azamat, havo isib ketdi-da, o'ptop chiqdi. Bir zontik-montik olib kel yoki katta bo'z olib kel, ustimizdan topib olamiz, salqinginaga mazza qilib ishlaymiz. Usta salqinmisiz? Bilmaysanmi meni? Ko'chadagilar nima deb chaqiradi meni? Yo'q, bilmayman, nima deydi? Usta torimiz deb chaqiradi-ku. Haqiqatan ham to'rimiz ekansiz. Yaxshimi? Rishti ber, bir uraman olib rishti ber. Hayolimga qazani shogird. Usta bu, menga javob bersangiz, iftorga kech qolaman-da, keyin bitta o'zim kirishga ne yo'dobni. Ha, bir o'zing qolib ketsan kira olmaysanmi? Yo'q, kira olmayman. Bo'lmasa ikkalamiz kiramiz, men ham ketaman. Umuman ishim kelmayapti. Siz ham borasizmi iftorga? Ha, ketdiga yuring. Usta bu, o'zi ishga bugun kelgan bo'lsak, uyda egasiga nima deymiz o'zi? Yuraver, men javob. Usta bu, hormanglar. Biza ketmasak bo'lmaydi, do'stim. Ertalabdan kelib boshlaymiz, hammasini tet tashlaymiz bir kunga. Bu 70 kun deganga shuni tedinglar usta bu. Ya, ketmasak bo'lmaydi, iftorlikda. Iftorga bormasak bo'lmaydi. Ha, iftorlikka 5 soat bor. Yo'q-a? Yo hamsamiz ham o'tib qolganda, janozada. Bormasak bo'lmaydi, jura. Ertaga sahardan kelamiz, aka. Ha, mayli. 30-40 so'm bir avans deb turing bizaga, xo'jayin. Ya, o'zi 2 soat bo'ldi kelganlaringga. Ha, bo'l, ertaga kelamiz dedik-ku.